Assalomu alaykum. Mehnat huquqi barcha xodimlar uchun boshlang'ich bilimlar yuridik savodxonlik video kurslari bo'yicha birinchi darsni boshlaymiz. Birinchi darsimiz mavzusi mehnat shartnomasi tuzilishi, uning mazmuni hamda huquqiy ahamiyati haqida bo'ladi. Bugungi mavzuda biz mehnat shartnomasining huquqiy tabiati, shartnomada majburiy bo'lishi kerak bo'lgan shartlar, ishga qabul qilishda talab qilinadigan hujjatlar hamda elektron mehnat daftarchasi haqida suhbatlashamiz. Mavzuni chuqurroq o'rganish uchun sizlarga albatta konspekt Telegram kanalida yuklanadi. Aksariyat hollarda hamma ham biznesmen bo'lmaydi. Aksariyat holatlarda, ya'ni biz ishlashimizga to'g'ri keladi. Ishlashda mehnat shartnomasi asosida ishlarni bajarishimiz kerak. Shundagina mehnat kodeksi bizning huquqlarimizni himoya qiladi. Amaldagi mehnat kodeksiga binoan mehnat shartnomasi bu taraflarning, ya'ni ish beruvchi va xodimning majburiyatlarini belgilovchi kelishuv hisoblanadi. Unda biz bajaradigan ishlarning mazmuni hamda ish beruvchi tomonidan ish haqini to'lash shartlari, ish joyi, mehnat vazifalarining boshqa shartlari ko'rsatiladi. Mehnat shartnomasi har doim ham kerak bo'ladi. Mehnat shartnomasi asosida biz pensiya uchun stajni yig'amiz, turli xil ijtimoiy nafaqalarni olamiz. Mehnat shartnomasi yozma shaklda tuziladi. U elektron bo'lishi mumkin, qog'oz shaklda ham bo'lishi mumkin. Elektron shakldagi mehnat shartnomasi may.mehnat.uz sayti orqali tuziladi. Qog'oz shakldagi mehnat shartnomasi esa taraflar o'rtasida kelishuv asosida qog'ozda tushiriladi. Mehnat shartnomasida doim 2 nusxada bo'lishi kerak. Ayrim holatlarda 3 nusxa ham talab qilinadi. Mehnat kodeksining 104-moddasida ayrim majburiy shartlar sanab o'tilgan. Unga ko'ra, ish joyi, mehnat vazifasi, mehnatga haq to'lash shartlari, ishning boshlanish sanasi, shartnoma muddati va asoslari, ish va dam olish vaqti rejimi, normal sharoitlardan farq qiladigan shartlar, ishning xususiyatini belgilaydigan boshqa shartlar ham ko'rsatib o'tilishi kerak. Keyingi mavzularimizda dastlabki sinov haqida to'xtalamiz. Shuni bilish kerakki, xodim ishga qabul qilinayotgandagina dastlabki sinov qo'llanishi mumkin. Bundan tashqari, mehnat shartnomasi muddatli, nomuayyan tuzilishi mumkin. Mehnat kodeksining 111-moddasi belgilanishicha, mehnat shartnomasi muddatli tuzish har doim asosli bo'lishi kerak. Yana bitta narsani yodda tutish kerak. Mehnat shartnomasini muddatli tuzish holatlari faqatgina qonunlarda belgilanadi. Prezident farmoni, Vazirlar Mahkamasining qarorlarida buni belgilashga yo'l qo'yilmaydi. Chunki mehnat kodeksida qonunlar nazarda tutilgan, qonunchilik hujjatlari emas. Misol uchun, fundamental minimal kafolatlar. Deylik, haligi mehnat adlining davomiyligi O'zbekiston Respublikasida Mehnat kodeksining 217-moddasiga asosan 21 kalendar kunni tashkil qiladi. Lekin mehnat shartnomasida 15 kalendar kun deb kiritish o'z-o'zidan haqiqiy emas. Mehnat kodeksining 105-moddasida belgilanishicha, xodimni mehnat huquqlarini mehnat qonunchiligi asosida belgilangan kafolatlardan kamsitadigan, ya'ni uni yomonroq ahvolga tushiradigan yoki bo'lmasa kamsituvchi normalar yoki bo'lmasa majburiy mehnatni belgilovchi normalar o'z-o'zidan haqiqiy emas hisoblanadi. Ya'ni ular kiritilgani bilan o'z-o'zidan haqiqiy bo'lmaydi. Deylik, asossiz muddatli mehnat shartnomasi tuzish holati. Bu shart o'z-o'zidan haqiqiy emas. Nizo kelib chiqqanda sizga kerak bo'ladigan hujjat bu mehnat shartnomasi va bu orqali sudga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Kelgusi mavzularimizda biz o'rindoshlik asosida ishlash haqida ham ma'lumot beramiz. Lekin shu o'rinda bir narsani ta'kidlash kerakki, o'rindoshlik asosida ishlash doim alohida mehnat shartnomasi asosida bo'ladi. Siz ichki o'rindoshlik yoki tashqi o'rindoshlik asosida ishlashingiz mumkin. Ikkala holatda ham alohida mehnat shartnomasi tuzilishi kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgi mavzuga aloqador jihat shuki, sizni mehnat shartnomangizda o'rindoshlik asosida ishlash belgilab qo'yilgan bo'lishi kerak. Mehnat shartnomasi taraflari xodim hamda ish beruvchi ekanligini aytib o'tdik. Xodimni rekvizitlari mehnat shartnomasida talab etiladigan. Bu uning familiyasi, ismi, otasining ismi, pasport ma'lumotlari, jamg'arib boriladigan pensiya hisob raqami hamda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami hisoblanadi. Bundan tashqari uning manzili va aloqa kontaktlari ham ko'rsatilishi kerak. Ish beruvchi uchun esa majburiy talablar uning nomi, ishga qabul qilishga huquqiga ega bo'lgan, demak, vakilning ism, familiyasi, uning manzili, bank hisob raqami ma'lumotlari, shuningdek stir kerak bo'ladi. Mana shu ma'lumotlar ko'rsatilishi majburiy shart hisoblanadi. Mehnat shartnomasining o'zining rekvizitlari esa raqam, sana hamda tuzilgan joy hisoblanadi. Mehnat shartnomasi xodimda yoki ish beruvchida bo'lishini va unda shartlar ko'rsatilishini muhim jihat shundaki, ish beruvchi ham, xodim ham mehnat shartnomasida ko'rsatilmagan vazifalarni bajarishni yoki qilishni talab qilishga haqli bo'lmaydi. Ko'p beriladigan savollardan biri bu sherigim yo'qligida uni vazifalarini bajarsam ham menga ish haqi ko'p to'lanmaydi yoki uni ish haqi menga to'lanmaydi mazmundagi savollar bo'ladi. Gap shundaki, Mehnat kodeksining 116-moddasida agar mehnat shartnomasida bir necha kasbda ishlash yo'q bo'lgan xodimni ishlarini bajarish yoki bo'lmasa ish hajmini kengaytirish masalalari ko'rilgan holatlarda ish haqi masalalari ham hal etilgan bo'ladi. Shuning uchun mehnat shartnomasi xodimda yoki ish beruvchida bo'lishi va bu shartlarga aniqlik kiritilishi ikkala taraf uchun ham kelgusida
tushunmovchiliklarni oldini oladi. Endigi mavzuyimiz, ya'ni kichik mavzuyimiz bu ishga qabul qilish bosqichlari. Ishga qabul qilish bosqichlari xodimni ichki mehnat tartib-qoidalari bilan, shart-sharoitlar bilan tanishtirish, u bilan o'zaro kelishuvga erishish hamda mehnat shartnomasini yagona milliy mehnat tizimida ro'yxatdan o'tkazish bosqichlaridan iborat. Ya'ni ish beruvchi tomonidan buyruq qabul qilinadi va my.mehnat.uz ga ma'lumotlar kiritiladi. Mehnat shartnomasi imzolanishidan oldin xodimdan talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati Mehnat kodeksida qat'iy belgilangan. Unga ko'ra ish beruvchi xodimdan pasportini, mehnat daftarchasining elektron ko'chirma nusxasini, shuningdek u harbiy xizmatga borganligi yoki hisobda turish to'g'risida ma'lumotnomani, agar mutaxassislik bo'yicha ma'lum sertifikat talab qilinadigan bo'lsa, oliy ma'lumot, o'rta ma'lumot haqidagi ma'lumotni, shuningdek jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami to'g'risidagi ma'lumotni ish beruvchi talab qilishga haqli. Qolgan holatlarda, ya'ni davlat tashkilotlari bu kabi hujjatlarni talab qilmaydi. Mehnat kodeksiga binoan xodim tashkilotda 5 kun ishlagan bo'lsa, unga mehnat daftarchasi yuritilishi talab etiladi. Hozirgi tartibga ko'ra ish beruvchilarga my.mehnat.uz da mehnat shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish majburiy hisoblanadi. Bu kelgusida xodimda mehnat stajini hisoblash uchun asosiy manba rol o'ynaydi. Yagona milliy mehnat tizimining texnik imkoniyatlari xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasining sanasi, ish boshlanish sanasi, buyruq raqami, mehnat shartnomasining raqami, uning mashg'ulotlar milliy klassifikator bo'yicha lavozim nomini, shuningdek muddatli nomuayyan muddatga, uni stavkasini, shuningdek ish haqi miqdorini kiritishni ham imkoniyatini beradi. my.mehnat.uz da ma'lumotlarning to'g'ri kiritilishi ish beruvchi va xodim uchun ham foydali hisoblanadi. Ish beruvchi bu orqali mehnat qonunchiligiga amal qilishni amalga oshirsa, xodim esa kelgusida o'zini ijtimoiy hamda mehnat munosabatlarida huquqlarining ta'minlanishiga erishadi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha. Hammaga assalomu alaykum. Bizni video kurslarimiz davomida my.mehnat.uzda 5 kun davomida demak kiritish imkoniyati bor. Hozirgi kunda 10 ish kuni orqali bilan ham ma'lumotlar kiritish imkoniyati mavjud. Dam olish vaqti, ish vaqti, keyingi mavzularda o'tilamiz. Bu bilan oylik ish haqi masalasidan agar tashkilotda shtatlar jadvali bo'lmasa, endi xususiy tashkilot asosan bo'ladi, mehnat shartnomasi kelishilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bundan tashqari asosiy ish joyi o'rinlashish asosida ishlash, dastlabki sinov masalalari keyingi mavzularimizda demak ichiga kirib ketgan. Bunda stavka masalasi, ya'ni ish rejimi, to'liq ish rejimi, to'liqsiz ish rejimi yoki bo'lmasa qisqartirilgan ish rejimi qo'llanish holatlari bo'ladi. Talab etiladigan hujjatlar masalasiga oydinlik kiritdik. Muddatli va nomuayyan mehnat shartnomasiga esa kelgusi mavzularimizda to'xtalamiz. Mehnat kodeksining 111-moddasining qat'iy talabi shuki, har doim muddatli mehnat shartnomasi asosli bo'lishi kerak. 111, 112, 113-moddalar hech qachon prezident farmoni, qarori, farmoyishi, Vazirlar Mahkamasining qarori, farmoyishi va boshqa hujjatlar bilan mehnat shartnomasini muddatli tuzish masalasi ko'rilishi mumkin emas. Sababi mehnat kodeksi talablariga ko'ra faqat bu qonundagina belgilanishi mumkin. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting.